Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan siz bilgan va tanigan Ali Minecraft. Do'stlar, bugun sizlar bilan mana shu endi 20 tani tentini 20 ta kamida ko'bida kamida 50 tada sizlar shu bilan shularni portlatib ko'ramiz. Bunisi qanimizga ketdi. Ikkita qismli qilamiz. Bu birinchi qism bo'ladi. Qani bo'lmasa biz boshladik. Qani do'stlar boshladik. Kami tenti bu ondan tashqari hozir yana ko'rsatsam. Hamma tentilarni ko'rsatsam. Mana shuncha tenti borda. Hozir men qanchasini olganman? Qizilgacha olgan ekan. Qizil tenti. Hali eng qiziqlari oldin degan keyingi qismini ko'rasizlar. Qolganini hozircha birinchi qismini biz boshlaymiz. Birinchi tenti qanaqa tenti ekan ko'ramiz. O, bola ekan bu. Yo'q, zo'r tenti ekan bu. Normal bitta bolaga kelib yer ekan. Sigma boy bile. Bu oldingizga portlaydi sizlarga. Oyiqlar paydo qiladigan mashina ketarkan. Men aytganimdek chinakam. Bu tovuqliga o'xshab. Tovuq ekan bu ham. Yaxshi, hayvon boqib ketdi bu yerda. Ingisi padarkali deydi. Har xil rangda. Mana bu kapalar qaranglar. Undan keyingisi bu qanaqa deydi? Ko'rshapalak. Taxminan to'g'ri ekan. Keyingi tenti. O kuchliga o'xshayapti. Qot telefon. Do'stlar. Undan keyingisi mana. Oldiga tortadi do'stlar. Oldiga tortadi. Do'stlar ko'rasizlar. Mana shu taraflarni portlatib ko'ramiz keyin. Bu tentilar bo'ldi. Qanaqa tenti? Bo'ladi, normalli. O'rtacha bu. Vaqtliga o'xshab ketarkan. Vaqt to'xtatib qo'yadim, endi nima qiladi? Yo'q do'stlar. Oldim kattalashib ketdi do'stlar. Ekran kattalashib ketdi. Endi o'z holiga o'zimiz kattalashib ketdi do'stlar. O'zimiz kattalashib ketdi. Endi so'roqli. Unda qizil. Qochinglar prosta. Qayerga ketyapti endi bu o'tib? Do'stlar, qaranglar bu tentini. Shuncha joyi portlatdi hozir. Kuchlisini sanab ko'ramiz. Nimaga o'xshadi bu tenti? Savol sizlarga. Hayvonchi paydo bo'ladi-yu. Ana, bildimi? Nisi? Zaharlar ekan bu. Keyingisi bu tentini
Ha, bo'ladi bu o'rtacha. Yana bitta shuni sal boshqacha turi bor ekan. Rang boshqacha. Ha, bu oq ekan boyagi. Ana bizni ham zaharladi do'stlar. Tentirasini. Tuxum ham bor ekan, tuxumni ham ko'rmoqchi edim. Quyon bu bildim bittada, chunki quyon rasmi turgan ekan. Boyagina yashil ekan, boyagilar. Aytdim yashil edi. Endi pushtisi ham bor. Pushtisimi bu? Ha, top. Ha, bu robot ekan. Tuxum. Ha, bo'ldi, jetilak. O'zimda olganlar shu hozircha. Bular portladi endi mana. Sariq ekan, boyagilarni har xil turi bor. Endi mana bu teskari tinti-ya bu. Nima bo'ldi hozir? Do'stlar, bu narsani ko'rdilar-ku. Qoyil qolmaslikda iloji yo'q. Kim komment yozib ketamiz, kimni ko'proq kulgisi keldi. Yana portlatib ko'ramiz. Qarab turinglar do'stlar. Teskari hayvonot olami. Teskari hamma joy. Juda ham kulgim kelyapti. Endi mana shu yerda ko'plar taxmin qilgan bo'lsa kerak. Va oddiy ekan bu. Bo'lmadi. Jitil ham bor ekan orasida. Do'stlar, mana jitil teskari yuribdi. Mana ko'ring. Endi bayramona kayfiyat. Bayramona mana kayfiyat. Mana shu yerni ham transportlasak. Mana shu juda ham jonga tegdi mana shu. Mana shu hozir. Zili ham bor. Voy do'stlar. Ana qizili. Endi narigi tomonga o'tib portlatamiz. Bo'lani. Suvga o'xshayapti po'kakka. Yağmur yağıyor bu. Akı yağmur diye. Şuna yağmur tundur ona. Bu üstünde. Kengesi. Qani do'stlar. Shu narsa bo'lmadi. Kim sizdi? Sizganimi? Endi mana shu.
Va tushmayapti. To'xtab turing. Oho do'stlar. Mana shuni oxiriga qo'yamiz. Mana ikkitagina qoldi oxirida. Oho. Va bu qoldi. Ertalab qoldi. Va qotdi do'stlar, qotib qoldi. Va juda katta. Oho do'stlar, mana haqiqiy portlash. Endi bittani portlatamiz, keyingi qismini 10 ta laykdan keyin chiqaramiz do'stlar. Keyingi qismini ko'rish uchun 10 ta layk bosasizlar. 10 ta laykdan keyin keyingi qism. Oxirgisi